Assalomu alaykum, bizni kanalimizni kuzatib kelayotgan yurtdoshlar. Xudo xolasa mana fanerali apolovkalarimizni sotuvga tayyorladik. Bu apolovkamizni bo'yi 70 lik faneralari, rossiyskiy sveza, birinchi sort, eng yaxshisidan. Bu apolovkamizni atrofidagi profillarni, razmerlari, atrofidagi ramkasini profili 4x2,5, stenkasi 1.7. U tayrot gaykalarni ushlab turgan profillari 4x2 1.7 stenkada. Bu apolovkamiz bundaqa tayrotdan foydalaniladi. Tayrotlarning ustidan usta akalarimiz beton qo'ygan foydalangan bundaqa shlanka kiydirib oladi. Usta betonning ichida qolib ketib, qotib qolmasligi uchun. Burchaklarni bundaqa 45 gradusda kesib chiqqanmiz. Bu kesib chiqqan sabab ichiga suv, sement kirib, profillarni chiritmaslik uchun, чтобы uzoqroq xizmat qilish uchun shu holatda tayyorladik. Bu apolovkamizni bir komplekti 19 metr bo'ladi. Narxi 14 million so'm bir komplekti. Bu apolovkamizni qimmatroq, temir apolovkaga qaraganda qisman qimmatroq chiqishining sababi narxi. Bu apolovkamiz tayrotli apolovkalik uchun qimmatroq. Oddiy temir apolovkalar bundaqa o'qdan foydalanayotgan bo'lsak, bu apolovkalarimiz bundaqa Xitoy zavodskiy tayrotdan foydalanyapmiz. Bu tayrotlar narxi bitta shpilka ikkita gaykasini bir donasi 50 ming so'm turadi. Shuni hisobigacha qimmatroq chiqyapti akalar. Hozir 2 metrlarni ham ko'rsataman. Oddiy samarangizda qatirilmagan, zaklopkada qatirganmiz. Чтобы mustahkamroq bo'lsin, uzoqroq xizmat qilsin degan maqsadda. Kimga temirli apolovka, fanerali apolovka, o'qli, tayrotli variantlardan kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Lekin bizda sotuvda har doimgidek lesa ham bor. Eni 1.7 lik, eni 94 lik. Aloqaga chiqaverasizlar. Ekranga nomerini qo'yib qo'yaman. O'sha nomerda Telegram, WhatsApp bor. Manzil Andijon viloyati Saka tumani.